Assalomu alaykum, Angren ahli. Ko'pchilik harbiylar uchun ham bitta uy olib chiqing deyotgandi. Mana hozir 5 dahasida 2 xonali kvartirani obzorga kelganmiz. Harbiylar uchun ayni muddao bo'ladigan joy. Katta eshigimizdan shundoq kirib kelganingizda mana ko'rib turibsiz, koridorimiz balandgina. Xo'p, ta'mirlari uy egalari aytishyapti, 1 oy oldin ta'mirdan chiqaribdi, shundoq ko'rinib turibdi, devorlaridan ham ob'oylar yopishtirilgan, eshiklar almashtirilgani. Ko'rib turibsiz, zalimizga o'tadigan bo'lsak, zalimizda ham mana ta'mirlari yaqinda chiqarilgan. Shundoqqina yaltirab turibdi. Ob'oylarimiz chiroyli holatda, mazza qilib yashaymiz degan holatda qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi holatda va bu yoqdan ham mana balkonga chiqib ketsa bo'ladigan eshiklarimiz bor ekan. Nima uchun harbiylarga mos bo'ladi deganimni hozir aytib o'taman balkonga chiqqanimizda. Xo'p, bu yoqda sanuzelimiz bilan hojatxonamiz alohida. Mana ko'rishingiz mumkin, hojatxonamiz ham ta'mirlari yaxshi holatda. Chiroyli qilib turib qo'yishgan. Xo'p, bundan keyin sanuzelga o'tamiz. Sanuzelimizga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, aristonlar yangi, bu yoqda ham ta'mirini uy egalari yangitdan boshqatdan chiqarishgan ekan. Отоплениyalarimiz bor, svet, suv, gazdan umuman muammosi yo'q bu yoqda. Xo'p, maktab, bog'chalar hammasi yaqin. Mana endi oshxonamizga o'tdik. Oshxonamizni ko'rib turibsiz. Kuxonniy garniturlar, mana dimoxodlar hammasi yaxshi holatda qilib qo'yilgan. Bu yoqda ham ta'mirlari zo'r, bu yoqda ham qo'shimcha shkafchasi bor ekan. Xo'p, bundan keyin balkonimizga o'tamiz. Balkonimizni ko'rishingiz mumkin, 6.1.5 holatda отоплениyalarimiz bor. Uy egalari gullarga ancha qiziqqani sababli mana gullarni ham chiroyli qilib turib qo'yib qo'yishgan ekan va bu yoqda aytganimdek zalga ham o'tib ketadigan joy bor. Ta'miri yangidek ko'rinib turibdi mana. Kraskalar qilib qo'yishgandan tapchanlarimiz bor. Nima uchun harbiylarga deyilgani, mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin, stadionimiz bor. 5 dagi stadion va bu yoqda Flamingo. Flamingoni shundoqqina oldida stadionni ham ta'miri yaqinda chiqqan ekan. Bilasiz, 6-maktab hammasi yaqin atrofimizda, yaqingina holatda. Xo'p, endi yotoqxonani ko'rsatib. Xo'p, mana zalimizga kirib oldik. Zalimizda ham ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, mana yotoqxonamizga kirib oldik. Yotoqxonamizda ham ko'rishingiz mumkin, ta'mirlarni uy egalari o'zimiz yashaymiz degan holatda chiroyli qilib turib qo'yishgan. Bu xonamizdan ham mana bu shkaflarimiz qolar ekan. Uy egalari yana qayta ta'kidlashyapti. Shahar otopleniyasi ulangan, juda ham issiq holatda bo'ladi qish kunlari. Bu yoqda ham mana oynamiz oldida gullar ekib qo'yilgan. Tashqarida bolalaringiz ko'chada mazza qilib o'ynasa ham bo'ladi. Bu trassaga birinchi qo'l emas, ikkinchi qo'l bo'lgani uchun qo'llaringiz bemalol chiqarib o'ynatsangiz ham bo'laveradi. Tashqarida muammosi bo'lmaydi yosh oilalar uchun. Maktab, bog'chalarimiz hammasi yaqinda, shaharliklar biladi, 5 ta. Xo'p, uyimizni umumiy ko'rib chiqdik, hammasini obzorini. Bu uyimizga uy egalari 31 ming deb narx baholashyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaringiz to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Sunnatiga. Xo'p, mana zalimizga kirib oldik.